Mana oling. Bugun yoshligimizdagi narsalarga yashirilgan chempionni aniqlaymiz. Ana yeganingizda tilingiz vijir-vijir qilib ketardi-yu. Bu bolalikdagi orzuyim edi. Voy, mazza. Men bu afsonani ikkinchi o'ringa qo'yaman. O, super konchik bu hali ham bormi? Esinglardan oldin ichidan 4 ta chiqardi. Mazasi lekin oldindagidek emas, buni 4-o'ringa qo'yaman. Oldinlari buni bozorda kilolar sotishadi. Wow, bilaman buni, lekin otini bilmayman buni. Bezayim edi, bu nima edi? Lekin oldin yeganda menga yoqmagan. Hali ham shu fikrimda men buni 5-o'ringa qo'yaman. Maktabni oldida opoqili shuni sotib o'tirardi. O, qattiq otasiz buni. Bu ochiqni yetganlar bor, o'rtalari bilan bor. Mana bunaqa qilardi, qarab turing. Olardi-da. O, mazasi ham shu ekan lekin bor. Biz ham shunaqa qilardik. 3-o'ringa qo'ya qolib, chempionni oxirida aniqlaylik. Tadadatam reklamasini o'zi bilan yuragimizdan joy olgan shirinlik. O, nonni olamiz, cho'kateklarni surtamiz. Diqqat bilan tinglang, xuddi mendek qiling. Qarshingizda tayyor. O, lekin bugun chempion aniq haqqoniy bo'lyapti. Orzular orzuligicha qolmaydi, yurak urib tursa bas. Men buni 1-o'ringa qo'yaman. Bugungi chempionimiz cho'kateklar.